Men umrim davomida namoz o'qiganman, lekin Fotiha surasini o'zbekcha ma'nosini hech ham o'ylab ko'rmagan ekanman. Menga uni tarjimasi bilan ma'nosini tushuntirib bering. Abu Bakr namozda turganda aytamiz: Alhamdulillahi robbil alamin. Ma'nosida barcha maqtov, shukrlar olamlarning Robbisi Allohga bo'lsin. Ha, subhanalloh. Ar-Rahmanir Rahim. Mehribon va rahimli. Malik yawmiddin. U qiyomat kunining podshohidir. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Sengagina ibodat qilamiz, sendangina yordam so'raymiz. Ihdinas siratal mustaqim. Bizni to'g'ri yo'lga boshlagin. Siratal ladzina an'amta alayhim g'ayril maghdubi alayhim valaddallin. O'zing ne'mat berganlarning yo'liga boshlagin. G'azabga duchor bo'lganlarning yo'liga emas, adashganlarning ham yo'liga emas. Ha, subhanalloh. Endi bildingizmi? Bu sura nega Qur'onning onasi deb nomlandi? Ha, subhanalloh. Shu paytgacha namoz o'qib bilmagan ekanman. Agar siz ham tez orada Qur'on o'qishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, izohlarda Qur'on so'zini yozib qoldiring. Sizga yordam beramiz.